Alvaresning xatosini kim sezib qolgan? Ispaniyalik jurnalistlarning aytishi bo'yicha, Julian Alvaresning penalti seriyasida qilgan xatosini birinchi bo'lib mana bu inson sezib qolgan va aynan u hakamlarga murojaat qilgan. Xo'sh, bu inson kim? Tanishing, Real Madridning ko'p yillar davomidagi darvozabonlar murabbiyi Luis Lopez. Lekin uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti vaziyatni boshqacha ta'rifladi. Yo'q, menimcha bunday bo'lmadi. Murabbiylar shtabi vakillari sezib qolishgan paytda hakamlar allaqachon VAR bilan gaplashayotgandi va menimcha bu vaziyatda barchasini VAR hal qildi. Ha, birinchi ko'rinishda hatto hech qanday xato yo'q deb ko'rinadi, lekin menimcha VAR aynan shunday vaziyatlarda kerak bo'ladi va fikrim bo'yicha hakamlarning qarori to'g'ri. Va matbuot anjumanida Carlo Ancelotti penalti seriyasi uchun ijrochilarni qanday tanlaganini ham aytib berdi. O'sha payt maydonda bo'lgan eng yaxshi futbolchilarimizni tanlab oldik. Albatta eng yaxshisi Kylian Mbappe. Aynan shuning uchun u birinchi bo'lib zarba berdi. So'nggi zarbani beradigan futbolchi haqida ko'p o'yladik, lekin Rudiger o'tgan mavsumda Cityga qarshi uchrashuvda penalti seriyasida muhim zarbani golga aylantirgan. Aynan shuning uchun Rudigerni tanladik. Uchrashuv haqida fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.